Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar salomatligining muhofaza qilish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu boisdan bolalarning parvarishlashda har bir sharoit sanitariya-gigiyena talablari asosida tashkil etilishi lozim. Xususan guruh xonasidagi havo harorati me'yordan past bo'lmasligi ta'minlangan bo'lishi shart. Eng muhimi bolalarning sog'ligi doimiy tibbiy nazoratda bo'lishi lozim. Ammo biroq tuman mas'ullari bunday talablardan xabari yo'q ko'rinadi. Necha gradus ekan isitish tizimlari ko'rdingizmi? 12 gradus. 10-12 gradus. 10-12 gradusda issiqligi bor. Bu nima sababdan shunaqa? Oyimiz o'zlari bog'lanyaptilar. Kim bilan? DXJ bilan. Hokimiyatga yana qayergadir aytdinglarmi? Oyimiz hamma joyga murojaat qilganlar. Nima Hal deyishgan? qilib beramiz deyishadi. Ishchi guruh kelib o'rgandimi? Arizalardan keyin O'rganishdi. nima natija bo'ldi? Sizga bitta oxirgi savolimda. Farzandingizni shunaqa sovuq joyga berasizmi yo'qmi? Nima qilasiz? Aytingchi. Berasizmi yo'qmi? Endi isiydi, xudo xolasa. Bolajonlarning ota-onalarining ta'kidlashicha, bu holatlar o'tgan yili ham bo'lgan. Mas'ullarga bir necha marotaba murojaat qilganmiz, lekin muammo bartaraf etilmasidan murojaatlarimizning xat orqali yopib yuborishadi deyishmoqda. O'tgan yil mashg'ulot bo'lgani tufayli qish bo'yi bog'chaga jo'natmadim, ariza qilib qo'ydim. Bu yil endi qishda ilojim yo'q, mana olib kelyapman, ishga boraman. Umuman isitish tizimi bor, hamma narsa bor, ataplinalar bor, lekin isimayapti. Kecha o'zi yangi yildagi mana 5-cheslada bog'chaga keldi. Shapkani yechib qo'yishadi, kurtkani. Yechmay turing-da deyman. Soat 10-11larda yechasizlar kurtkasini, shapkasini deyman. O'sha soat 9dan 13dan beri boshlashadi, shapka yechilgan, kurtka yechilgan xona endi o'tiribdi. Bolani havo, mana harorati bilan isiyapti-da, bolani harorati bilan. Xona. Ko'rdingizmi, katta-katta xonalar. Harorat bilan isiydi. Nafas olasiz, chiqarasiz, isiyapti. Yana mashindoqda har kun ataplini ushlayman. Haroratni ko'raman, asha ahvol. Muzaffar akaga chiqdim. Muhabbat opaga chiqdim. Nodir opaga chiqdim. Nodir opa aytadi, ilojim yo'q, qo'limdan kelmayapti, nima qilay deyapti. Moliyaga aytdim, moliya qilib beramiz, pul ajratyapsiz, konditsioner o'rnatib beraman dedilar, moliyadagi Shuhrat aka. Tan joylari sog' bo'lsin. Lekin bilmadim qachon bo'ladi bu narsalar. Qish tugaganda bo'ladimi, yozga chiqqanda. Isitish tizimiga mas'ul bo'lgan davlat sherikchilik asosida ish yuritayotgan Aktash yangi zamon MChJ rahbarining mablag'lari tuman moliya bo'limida to'xtab qolganini aytmoqda. Kissalik qozon qo'yishimiz kerak. Bizda shu mablag'dan ozgina muammo bo'lib turgani uchun harakat qildik. Eski boshqa ta'mirtalab qozonni ta'mirlab qo'shimcha qo'yib turibmiz hozirgacha. Shu bajariladigan ishlarni 50% dan ko'pini bajardik biz endi. Yana endi o'sha qolganini o'sha davlat moliya ajratib berishiga qarab turibmiz. Ajratilsa shu masala yechiladi. Mana shu 5 kun 6 kun ichida hal qilib pul ajratib berishsa ish joyiga qo'yamiz. Biz esa holat yuzasidan tuman moliya bo'limi mas'uliga yuzlandik. Hozir mana bugun 9-ilovalarni DXSnikini bir 700 million 800 millionga atrofida mablag'i 9-ilovasini jo'natyapti. Hozir bugun xudo xohlasa jo'natib olsa, ertaga mablag'ini to'liq moliyalashtirib yuboramiz. To'liq. To'liq oldi. Shunda DXS ham qiynalmay qozonni olib kelib o'nadi. Bular birinchi nimadan o'tkazganda isigan 18-bog'cha. Unaqa haligi ispitaniya qilganda isiganda, bu haligi isimagan boshqa deyapti ko'pchilik, lekin isigan. Yozda qilgandami? Yo'q, mana qishchi boshida ham isigan bu. Endi eski narsa shu. So eski narsada muammo bu kelib chiqyapti-da. Endi birinchi navbatda aka bog'chaning holatini ko'rdilaring. Bu bog'chani polni rekonstruksiyaga berish kerak. Sababi ming isitganingiz bilan eshik derazalarni ko'ryapsiz, eski hammasi. Buni misol hozir bular 20 gradus, 30 gradusga olib chiqib isitib qo'ygan taqdirda ham eshik derazalar hammasi eski holatda. Buni fonni yangilab rekonstruksiyaga berilmasa, bu mashnaqa bo'laveradi har yil. 5-4 kundan hozir hisob-kitob qilyapmiz ekonomistlar bilan. Fonni eshik derazasini fonni yangilab beramiz. Qachonga? Bir hafta xudo xohlasa savdoga qo'ydirib yuboramiz hammasini. Eshik derazalarni yangilattirib berasiz. Sababi rekonstruksiyaga tushmayapti-da. Bu misol hozir rekonstruksiyaga tushish vaqtini kutadigan bo'lsa 2 yil 3 yil o'tib ketar ekan. Fon eshik derazani yangilab bersak, xudo xohlasa. Bir hafta 10 kun ichida yangilab bersak, o'zi muammo qolmaydi bu yerda.
Ammo bolajonlarning bunday holatda qolishi mutlaqo to'g'ri emas. Umid qilamizki, tumandagi tegishli idoralar mazkur masalaning o'z nazoratiga oladilar. Biz esa ushbu mavzuga yana qaytamiz.